Sizlarni umuman oqibatingni qolmaydi jigarlar. Nima bu gruppada biddillab yozaverasizlar yo bir tog'idan olgani chiqmaymiz, yig'ilish uyushtirsa yig'ilishga vaqtida kelmaysizlar, a? Sherzod, sen o'zingni gruppaga yozmaydigan. Juma muborak deb yozaman-ku men. Juma bilan tabriklaysan xolosda. Rossiya qozoqdagilar ham biladi buni. Ertaga yig'ilish kelasanmi? Bu kela olmaydi Umidjon. To'g'ri aytasan, Ilhomboy, bu qachon qarasa onlayn taksida zakazdaman deydi. Bir paytlar men yig'ilishga vaqtida borardim. U paytda men bo'ydoq bo'lganman. Mana endi o'ylandi, ko'chaga chiqisham endi oson bo'lmaydi, o'zingni yaxshi tushunasizlar-ku. Ja yaxshi tushunamiz, sajin tur Umidjon. A sinfi bolalari dam olib ketdi tog'da. Bizni qaytamiz kam ulardan. Biz B sinfmiz. Tog'ga chiqamizmi Sherzod bey? Tog'ga chiqsa bizga ham ayt. Bizni bolalarni hech qachon uyushtira olmaysan. Bizni sinfni uyushtirish bandasiga emas Sherzod. Afsusdaman Sherzod. Qaytib bizni bolalarga yig'ilishdan gapirma. Eski do'stlar, eski do'stlar